Otni xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, egasiga vafodor, egasiga yaxshilik tilagan va o'zgani o'zga deb bilgan yagona paroda ushbu donskiy otlar bo'ladi. Bu otlar juda ham tez, ko'zi qaynab turadi. Har narsaga birinchi men deb turgan otlardan bittasi bo'ladi. Bu gap so'z yo'q. Tezligiga, qomatiga, otni sezgirligiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bunaqa otlarda bu bunaqa parodalar kam. Bular shu xususiyatlari bilan boshqa parodalardan ajralib turadi. Shunday ekan, kelinglar bu otni ko'p gapirmaylik. Videoli покажем deydi-yu. Ketding polvon? Ketdi. Qani? Voy joningni. Polvon. Yur ketdik. Chaqmoq. Joningdan. Joningdan. Oting bo'lsa shunday bo'lsin. Молодец. Qizlarni ko'rib qolmadingmi shuni? Hop.